900 ming so'm bilan qadrli vatandoshlar eng arzon televizorimizni mana shu joydan bemalol olib ketishlari mumkin. Hammaga assalomu alaykum deb 12 ta viloyatdagi onaxon, otaxon, Qoraqalpog'iston Respublikasidan bo'lsa ham Toshkentda katta bazasidan televizorlarni ko'rsataman. Yaxshilab joylashinglar. Mana xudo xohlasa qorlar, yomg'irlar yog'di, havolarimiz ham tozalandi. Endi hamma bola chaqa uyda bo'ladi, televizorga talab oshaveradi. Shoshilib qo'yinglar do'stlar, yangi yildan keyin narx qanaqa bo'ladi hech kim bilmaydi. Shuning uchun hozirdan zakaz beringlar. Uyda o'tirgan holatda bitta telefon qilasizlar, Xotamjon akami askarlari uylargacha yetkazib, qo'yib, o'rnatib, kerak bo'lsa tekin kanallargacha ham qilib beradi. Aka, assalomu alaykum. Albatta, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum Mahmudjon kanali a'zolari, Muhammad Ali kanali a'zolari, hammalarga yomg'irli kunlardan, yilda oxiri, qish faslidan salom. Tuzimsizlar, charchamang, yaxshimisizlar? Musofirda akalar, opalar. Mahmudjon yaxshi keldinglar. Rahmat aka, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat, xush kelibsizlar mana. Endi televizorda ko'radiganlarga ko'proq vaqtini olmaymiz. Tars tushuntirib beramizda. Bo'laveradi. Televizorlarda bizda hozir hammasidan bor. Mana bir qator ko'ringlar-da mana. Ko'rsatasizmi? Xo'p. Mana do'stlar. Mana misol uchun Rulus bor. Hisense bor mana. Ko'radiganlarga. Nima ekan bu? Monix. Monixda menimcha bu Androidda. Mana u V bo'lsa. Mana u Toshiba. Mana do'stlar. Yana endi ketaveradi. Mana shunaqa qilib endi o'zim ko'rsataman-da. 7 Hop. Demoqchiman 32 likdan boshlab 55 likgacha bor. Zifler, buni ham 50, hamma mana shu ko'rsatganlarimni 32 sidan boshlanib 85-100 gacha bor. Bu joyimiz mana bittadan assortiment olib chiqqan, e'tibor qilgan bo'lsanglar. Misol LG'da bu mana Koreya, Vyetnam deydiganlari mana shuni ko'radi. Mana Koreya, Vyetnam, Indoneziya, mana LG'niki. Aha. Yana nima ekan bu? Zifler 65 ekan, TCL 65. Mashina bo'lib ketaveradi. Bu yoqdan ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'ladi mana. Mana do'stlar 75. Hisense 65. Ko'pda endi. Mana 43 so'raganlarga nima 43 mi Abdurahim? 43 ekan. LG 43. Koreya, Vyetnam so'raganlar, Malayziya. Mana yo'q narsalar Skyworks Xitoydagi 40 lik smart, bu Android emas, hech kimda yo'q. Hisense mana ko'rsanglar bo'ladi. Smart bular, Android programmada ishlamaydi. Arzonchi 40 lik televizor olaman deganlarga mana ko'rsa bo'ladi. Bu qanaqa desa, bitta akamiz Xitoydan akamiz olib kelgan ekan, kimgadir bergan, sotanmagan. O'zbekistonga olib kelgan, sotanmagan, keyin yoki qandaydir muammosi bo'lganmi shu. Короче, aka mana shunaqa deb bir qator ko'rdim. Xitoy narxida beruvdi. Arzonroq qilib beraveradigan bo'ldim buni. $150 dan berib yuboraman. $150. Adashmasam qaysinisi $5 farqi borda, 150. Nechilik bu endi aka? 40 lik. 40 lik, Liboy televizor do'konlaridan so'raydi, hali ularga yetib borgan yo'q. Kelgan, sotanmagan, hali kimgadir bergan, aldab netganmi, u murosa qilishanmagan. Oxiri o'zimizga chiqdi. Mayli aka, bering, arzonroq sotamiz dedik. Smart Android emas, chista Xitoyda ishlab chiqarilgan. 32 emas do'stlar, 40. Bemalol kelaverasizlar. 150-155 dan beraman. Smart YouTube o'qiydi. YouTube o'qiydi. Shu голосовой pulti bo'lmaydi buni. Endi qolganlarini qiladigan bo'lsa, Abdurahim hoji keling. Tushuntirib berasiz. 32 lik televizorlarimiz eng zo'ri smart, ya'ni ekran zashtasi bori. Smartligi 1.300.000 so'mdan boshlanadi. Eng zo'ri deyapman. Undan pastroqlari ham bor. Faqat sifat u darajada emas-da. Qani ekraniga endi do'stlar pirpiraydiganlari bor-ku. Qaysi biri Abdurahim? Hammasini yaxshisini qo'yib qo'ysiz mana. Mana pirpiraydi. Shunaqa pirpiraydigan. Qolgan ekran zashtnigi yo'q aytayotganlarimda 1.100.000, 1.150.000, 200 1.300.000 ga smart zo'rini olasiz. Yo'q, menga smart plus Android kerak desanglar, голосовой pult, ekran bez ramka, Android programmada ishlaydigan, kerak bo'lsa ob-havoni so'rasangiz, ob-havoni aytib beradigan. Diboyash Androidlardan yoki weboslardan bugun Toshkentda yoki Sirdaryoda ob-havo qanaqa desangiz, o'zi aytib ko'rsatib beradi. Shunaqa yordamchilari bor narsada. Bekorga programmada ishlamaydi. Ulari 1.5 milliondan boshlanadi. Endi 43 liklarimiz 2.100.000 so'mdan boshlanadi. 2.100.000 dan boshlanadi. Bu yog'i 2.600.000, 2.700.000 gacha chiqib ketaveradi. Biznikilarda hammasini korobkasiga 43 yozilgan bo'lsa 43,
50 yozilgan bo'lsa 50. Bir xilgi televizorlar bo'ladi, misol uchun 35 yozib turib 32 chiqadi. To'g'ri u ham. Shuni 32 bo'ladi. Sababi Yevropeyskiy hisob-kitob duyum bilan bizni eski SSSRimizdagi sobiq SSSRdagi 32 santimetr metr bilan duyumda farq bo'ladi-da. Shuni evaziga adashmasliklarini so'rayman. Bizda 32, 43, 50, 55, 65, 75 shunaqa bo'ladi rasmiylar. Shuning uchun qanaqa kerak bo'lsa aytaverasizlar. 50 lik televizorlarimiz, 55 liklarimiz $325 dan boshlanadi. 55 duyumdagi televizorlarimiz $325 dan boshlanadi. Ya'ni brendiga qarab o'zgaraveradi. Monix bo'lsa, Hisense, Toshiba, Samsung, LG, shunga qarab o'zgaraveradi. Zifler. Qanaqa savollar bo'lsa, mana shu quyidagi raqamlarni qo'yib qo'yasizlarmi? Shu raqamlarga telefon qilgani erinsangiz yo vaqtida javob beranmasa, chunki telefon ko'p bo'ladi. Oladigan, olmaydigan ham telefon qiladi. Bir xilda ma'lumot berib, bir xilda gaplashishimiz kerak. Biz vazifamiz shu. Olmaydigan ham qachondir oladi. Ili maqsad qiladi. 3 oydadir, 1 yildadir olaman, narxini bilib qo'yay deydi. Shuning uchun to'liq informatsiya bergan telefon band bo'ladi. Olmayapti deydi bir xilga. Yo'q. U nomerni olmasa, shu telefonda internetdan gaplashadi. Ana WhatsApp yoki Telegram orqali gaplashayotgan bo'ladi. Shunda olamay qoladi. Lekin obyektini qaytaradi. Shuning uchun mabodo telefonlarga vaqtida javob beranmasa, avvalambor oldindan uzr so'rayman. Lekin obyektini qaytarishadi bolalar. Mana men va'da beryapman. Aloqaga chiqishadi inshaalloh. Bu bir. Ikkinchi, telegramlarga yozsanglar shunga, misol televizor kelsa televizor. Endi biz bilasizlar, haligi bitovoy texnika sotamiz, kimdir kir mashina so'raydi. Endi bu televizor bo'yicha tushuntiruv ishlarimiz, reklamamiz deymizmi, shu tushuntirishimiz. Agar qanaqa narsa kerak bo'lsa, bemalol shu Telegram orqali yozsanglar bo'ladi. Abdurahim chala gaplarimni yana tushuntirib beradi televizor haqida. Do'stlar, narx-navolarni hozir mana akamiz o'zi sekin reklama narx-navolarni aytishlarga qisqacha ma'lumot beramiz. Eng asosiysi oldindan to'lov yo'q. To'lov yo'q. Mahsulotni dastavka qilgandan keyin to'lov qilinadi. Xohlasa kartaga, xohlasa naqd pulda, xohlasa pasport orqali tashlaydi. Mana safarda yurgan, musofir yurgan aka-opalar bemalol ko'p murojaat qiladi, oladi. Hamma tanigan, bilgan, bizdan mahsulot olmaganki odamlarga, mana shu yerda nimalarga, mana videoni ko'rayotganmiz, hammalarga kelayotgan yangi yillar bilan gap yo'q. Quvvat, sog'lik, sihat tilayman. Endi men kutganlar bor, shularni oldiga chiqaman. Abdurahim hoji. Tamom aka. Rahmat. Do'stlar, Xo'p, aka, Labbaki. turgan brendlarni ahvolini aytib qo'ysangiz yaxshi. Xo'p, aka Monix brenddan 43 tali televizorimiz Android 11 versiyasida ishlaydi. 2.100.000 so'm chiqadi narxi. Bu tomonimizda Samsung Android 11 versiyasida ishlaydi. Buni narxi 2.200.000 so'm chiqadi. Pulti bitta bo'ladi buni. Bunisidan MyTech'dan televizorimiz 2 million so'mdan qilib beramiz. Bu ham Android sistema. Nechtalik ochma? Bu 43 aka. 43 tali. Bu yoqda Samsung Android televizorimiz Android 14 ishlaydi. Bunda ham o'sha ham funksiyalari bor. Pulti faqat bunda ham bitta bo'ladi. Голосовой buni ham 2.400.000 so'm qilib beramiz. Skyward televizorimiz bor. Narxi bu televizorimizni 43 lik bo'ladi. 40 talik. 40 taligini aytildi. $150 dan 43 taligimiz narxi $215 dan qilib beramiz. Ana do'stlar. Bu yoqda Samsung Smart Wi-Fi televizorimiz narxi 1.300.000 so'm. Buni Smart sim bilan ulanadigan bor 1.100.000 so'mdan chiqadi. Android sistemali Samsunglarimiz 1.5 million so'mdan chiqadi. Ikkita pult, голосовой, hamma funksiyalari bor. Play Market deysizmi? Bu yoqda Samsungda Android oxirgi chiqqan markasi Android versiya, ikkita pultli, bunda ham Bluetooth bor, Wi-Fi bor, Play Market, internet, hokazo hammasi bor. Qarang, bitta pult nima vazifani bajaradi, ikkinchi pult nima vazifani bajaradi? Birinchi pultimiz bu Bluetooth ulanadi. Masalan, Bluetooth distansiyadan masalan 3 metr balki 7 metrgacha olib beradi. Masofadan turib ishlatsangiz bo'ladi. Ikkinchi pult zapas pult. Mabodo kelajakda 2 yildan 3 yildan televizor buzilib qoladigan bo'lsa, pulti o'sha pult ishlataveradi. Chiroyli. Zapas pulti, bu ham yaxshi, zashitalari bor, ekranda urganda pirillamaydigan, zo'ridan bu ham. Ekran zashitalari bor. Xo'p, buni ham Monix Android 14 versiyali ikkita pultli 2.300.000 so'm qilib beramiz. Do'stlar. Kachestalari zo'r, hammasini xudo xolasa 2 yil garantiyalari bilan beramiz televizorlarimiz. 7 tashlar qilib berasiz. Aka 7 tashda 50 taliga bor, 320 dan qilib beramiz aka. Tamam. Dastavkalari bepul olib borib beramiz shu narx ichida. Eng muhimi do'stlar, barcha ko'rsatgan mana shu modellarimizni 32 taliklari bor, to'g'rimi? 32 taliklari bor, 43 taliklari bor, 55 taliklari bor. Ayrim modellarda yo'q bo'lishi ham mumkin, lekin qilib beramiz xudo xolasa.
Samsunglarda 32 dan 55 gacha bor. TCL Hisense'larimiz-chi? Xo'p, TCL Hisense'larimiz TCLda 43 dan tortib 55, 65 razmerigacha bor va Tamam. 6 modeli bo'ladi. 43 taligimiz narxi 2.750 ming so'm qilib beramiz. Bu yoqda 55 taligimiz narxini dollarda aytaveramiz, 355 dollardan qilib beramiz. Ana do'stlar. Bu yoqda yana bor, Hisense bor, 400 dollardan yangi chiqqan modellari. Bu ham sifati zo'r. Qarang, Samsung 55 taligini necha pul qilib berasiz endi? Yaxshi like bosgan obunachilar. 55 talik 300 dollardan qilib beramiz. 300 dollardan. Tamam do'stlar, bemalol murojaat qilaveramiz. Qilib beraveramiz. Xo'p, bu tomonlarimizda mana ko'ryapmiz, bu yerda Toshibalar bor ekan, to'g'rimi? Qani, hozir Toshibani ko'rdim. Necha pul qilib berasiz endi mana shu Toshibangizni ham? Toshiba aka bu C350 N modeli, buni har xili bor. Toshibani modeliga qarab, Toshibani modeli 400 dollardan boshlanib ketaveradi. Har xili. Nechtaligi endi 400 dollardan? 400 dollar 55 talikda 4K'si bor, faqat boshqacharoq funksiyada bitta pastroq bor, bu bitta balandroq. Ha, bu ya, bu qimmatroq ekanda. Shuni pastroq bu 350, 430 dollarlik modeli bu aka. Yaponskiy sifat. Ha. Bir ikkita funksiyalari bor qo'shilgan, shuning uchun bu qimmatroq. Buni arzonchisi ham bor 400 dollardan. Necha kunda endi yetkazib berishimiz ham 24 soat ichida sutka. Toshkentga. Viloyatga. Butun O'zbekistonga. Bir kun ichida boradi. 24 soat ichida boradi. Ha, do'stlar. Eng asosiysi oldindan 1 so'm pul bermaysizlar, jigarlar. Joyimiz, bazamiz do'stlar Toshkent. Akalon, Smart Wi-Fi, Android. 35 ta. Xo'p, 1 million 100 dan boshlanadigan variant bor, 1 million 300 ligi bor aka. Ana do'stlar. Xitoy bu ham, Ha, ha. 1 million 300 ligi bor. Ha, ikki xili bor. Xabarlar kelib qoldi. Gap yo'q do'stlar. Bo'laveradi. Rulslar mana do'stlar. Zifler haqida ham bitta ma'lumot berib yuboring. Zifler ham juda o'zbeklarga tanish brend. Xo'p, aka, bu Zifler ikki xil variant bor. Webos sistema, Google TV ligi bor. Bu Google TV ligi 120 Hz'ligi. Buni 55, 65, 70 va 85 dyum bor. 55 talik 380 dan qilib beramiz qog'ozga. Hop. 65 taliklarimiz narxini xo'p 510 qilib beramiz. 75 taliklarimiz 710 dan chiqadi. 85 talik so'rashaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Undan tashqari boshqa videolarimizda ham aytganmiz, nechta ham kanalda tekinga Programmalar tortib beramiz, akkauntini ochib beramiz. Tayyor holatda bemalol interes Wi-Fi ko'radi aka. Ko'pchilik tushunib olyapti, antenangiz ham ko'rsatadi. Yo'q, bu smart. Bu antena shart emas. Bunga internet bo'lsa bo'ldi. Wi-Fi'ingizni ulab qo'yasiz. O'sha bitta ilovani tortib beramiz, o'sha ilovadan ko'raverasiz. Tamam do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon qilinglar. hurmatli obunachilar. Servis xizmat haqida ham bitta kafolatlari haqida ham gapiring. har xil 2 yil, 3 yil beriladi. Servis sentrlari tuman markazlarida emas, shahar markazlarida bo'ladi aka. Masalan, Qashqadaryo bo'lsa, Qarshi shaharda bor, Shahrisabzda bor. Shunaqa. Tamam akalar, murojaat qilasizlar. Hujjatga boradi. Garantiyalari bor, bemalol, oldindan to'lov yo'q. Tovarni qabul qilib olib, keyingina do'stlarim bemalol pulini to'lovini Xudo xolasa. qilaverasizlar. Manzilimizni ham aytib qo'ying. Manzil obunachilarga. Toshkent shahar Yangi hayot tumani, ya'ni Sergeli Index bozori. C1 blok Avangard 2-etajda joylashganmiz. Showroomdan kelib bemalol ko'rib, tanlab olib ketsa bo'laveradi. Topolmagan joylarga qadrdonlar lokatsiya ham tashlab berish muammo emas. Bemalol kelaverasizlar mana. Xudo xolasa. Telefon qo'yinglar. Eng arzoni 900 ming so'mdan bu yog'i. 32 talik prostoylar boshlanadi. Smartsiz unisi. Smart 900 ming oddiy so'm. kanalga antena suqib ishlataverasiz. Bo'laveradi. Ma'lumotlar uchun katta rahmat. Xo'p aka. Mahmudjon kanal uchun chiroyli qilib, agar bonuslar bilan qilib beriladi, muammosi yo'q, telefon qilinglar.